Assalomu alaykum. Yodlaringizda bo'lsa, intent o'tdik, to'g'rimi? Birinchi pejdan ikkinchi pejga o'tish, to'g'rimi? Eh, Hozir C diskimni bitta tozaladim, joylari ochildi. Shundan keyin Android Studio'm ishlab boshladi. Endi yaxshi ishlab turgani yo'q, ba'zi bir qotib-qotib ishlab turibdi. Lekin shu intentni bir xato ko'rsatib qo'yjakman sira ishlab turganini. Bu yerda shuning chiqib yotibdi. Xo'p, bizani ishladik. Main activity'da yodlaringizda bo'lsa, shuning button qo'ydik. Shu buttonni bosganda ishlatishi kerak edi bizada. Ikkinchi sahifaga o'tishi kerak edi, to'g'rimi? Bu buttonimizni joylashuvi sal boshqacha bo'lib qolibdi. Ho'p, asosiy bilishlaringiz kerak bo'lgan narsa bir dona button qo'ydik. Bizlar ikkinchi sahifaga o'tish, ya'ni shuni bosganimizda bizani уже avtomatik ishlatishi kerak edi. Second activity o'tirib berishi kerak edi. Bu yerda second activity'ni hozir background'ini rang beramiz. Buni farqlab olsak bo'ladi. Background'ni blackni bosib turib, sal qotib turibdi ba'zi bir. Ee, Arka fonuna rang berecekim second activity'ni hozir ishi tugmani bosganimda buttonni keyingi pejga o'tganini bilishlaringiz uchun da hozir yana ham arka foni обычный olib tursa sizlarga unga o'zgarish ko'rsatmasligi mumkin. Shu uchun hozir arka fonini o'zgartiramiz. Black dedim. Bu yerdan keyin mosroq rangni topib o'zgartiramiz. Kengroq bo'lsin. Endi yana bir qator обновление berib boramiz. Shunda bu yerda chiqadi bizada. Ikkinchi sahifaga o'tishda ham buttonimiz neda chiqishi kerak? O'rtalarda chiqishi kerak va bosganda bizada second activity'ga o'tib o'zgarish ko'rsatishi kerak. Va, bosamiz yana. Sal qotib turibdi. Kutamiz. Install successfully deb ham yozib chiqdi o'zini. Endi hozir qotish hisobini o'zgarishini ham bilinmadi, lekin ikkinchi sahifaga o'tishni bossam o'tishi kerak. Dadam xuddi shuning chiqqan bo'lishi kerak. O'tgan safar hammamizni noutbukimiz qattiq qavat yerlarimizda bo'lsa. Sevinch ayam ko'rsatmadi, Nargiz aytgan ham shunday holat bo'ladi, to'g'rimi? Bu уже bundan oldingini qabul etib berdi. Proyektlarni hozir ko'ramiz. Android Studio'dan bir xatar chiqib keting, keyin boshidan kirib ko'rsataman hozir.
Yana bir marta ran beramiz. Hamma narsamiz to'g'ri, bu yerda kodimiz ham to'g'ri, hech yerda xato yo'q. Prosta Android Studio dim qatib turibdi. Bunlardan sizlar yodlaringizda bo'lsa, UI elementlarida Hemisni loginni ishlab berdim. E, Shu narsa turibdi, lekin biz o'sha intentda ham proyektdamiz. Intentda ham proyektda bizada umuman bunday narsa yo'q. Yana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda yana Activity Main XML'da faqatgina bir dona button bor va ikkinchi sahifaga o'tish va second activity'da navbar background'ına rang berilgan. Umuman UI elementlaridan ham foydalanilmagan. Bu yerda shundan Android Studio bundan oldingi proyektlarni ochib turibdidan. Dim shunday qatib ishlatib turibdi. Men o'zi bugun sizlarga yaxshi bir o'zini kelib to'g'rilangan Card View'dan foydalanish, shape yasash, shu narsalarni o'tib bersak edim. Hop, nasib bir ko'rib bering kimlar bor ekanlar. Hop, yaxshi. Bugun sizlarga o'tacak narsam birinchi kardio haqida gaplashamiz. Kardio biza ko'rganmiz bu narsani xuddi Zumradda, Payme, Kripto bori kabi bizani kredit kartamizni rasmini ko'rsatib, nomeri ko'rsatib turadi, to'g'rimi? Xuddi shu narsa Cardio'da ishlangan bo'ladi. Cardio bu Androiddan material dizayn uslubini kartochka ko'rinishidagi UI komponentalarini yaratish uchun ishlatiladigan Vue turi hisoblanadi. Bu foydalanuvchilarga ko'rinishi jihatidan ajralib turuvchi va soyali shakllarni bizlarga taqdim qiladi. Cardio'ning asosiy xususiyati ko'rinish va uslub uchun ishlatamiz. Moslashuvchanlik uchun, material dizaynni qo'llab-quvvatlash uchun va Recycle View bilan ishlash uchun ishlatilamiz. Misol uchun, ko'rinish va uslub uchun bo'lsa, Card View'ni soya, ya'ni elevation nosini xususiyatidan foydalansak bo'ladi. Bu burchaklarni yumshoqlatish yo bo'lmasam corner radius xususiyatidan foydalansak bo'ladi. Bu kuy ishi ikki xususiyatni qo'llab-quvvatlaydi Cardio. Moslashuvchanlik kartochka ichine turli view elementlarini joylashtirishimiz mumkin. Text view bo'ladimi, image view bo'ladimi, button bo'ladimi va shunga o'xshash bir qancha view elementlarini joylashtirishimiz mumkin ekan. Xo'p, material dizayn qo'llab-quvvatlashini keladigan bo'lsak, CardView'da material dizayn tamoyillarini mos keladigan UI'ni yaratish uchun ishlatiladi bizada. Recycle View bilan ishlash, ya'ni CardView odatda Recycle View ichida elementlarni chiroyli ko'rsatish uchun ishlatilib ketiladi. CardView'ni loyihaga qo'shishga keladigan bo'lsak, eng avvalo CardView kutubxonasini build.gradle faylini qo'shib ketishimiz kerak. Ya'ni biza Gradle faylimizga kiramiz, Android Studio o'tamiz. Aynan intentimiz ham ishladi, prosta yozuvimiz o'zgarmadi. Bir orqaga qaytadigan bo'lsam, mana ikkinchi sahifaga o'tishni ustuna bossam, ikkinchi sahifaga o'tib turibdi, ko'rdingizlarmi? Intentimiz shunday ishlatib turibdi bizani. Sal qattiq ishlashini evazini shuniyroq holatlar bo'lib turibdi. Xo'p, biz hozir chakadik, build gradle faylimizni chakadik. Bu yerdan papkalar katalog'idan topamiz uni. Bizada build gradle degan ikki faylimiz bor. İçine giremiz. Dependencies qaysi birida berilgan bo'lsa, xuddi shuni o'tib turib ishlatamiz, yozamiz. Bu yerda aynan xo'p,
Bedenen dependensiyasını tapamız bizeram. Bayan işletemiz. Bu düşünürsen niye yazamız? Beri gerek miydi? Ucuba beri. Çıkardı çıkardı. Bu şu kütüphanasını koşmuşsak göre kütüphanasını koşsam ne olur? Hata verip tuttu. Second activity'ye bir ne koy veremiz şunda. Kartıyı koyamız. Kartiyonu yatış için işletemiz eken. O bedenen bir tane kartiyo yaratılgan. Bizler hem kartiyo yaratamız xuddi shunga. Kartyo. Bugun qatib ishlab, nimadir bir narsa bo'ldi deb tas ko'ramiz. Mana chiqdi. Kardiyo qo'yamiz. Ishidan necha yozilgan bo'lsa, xuddi shu narsani qo'yib ketaveramiz bizlar ham. Kardiyo yaratdik. Match parent beramiz. Vizini, heightini, wrap content beramiz. Match parent, wrap content beramiz vizini. O'lchamlardan chiqmadi, to'g'rimi? Keyin ishlatgan bu yerda corner radius bergan, elevation bergan. Bedenen corner radius xususiyati. Corner radiusini bizlar bu yerda 12 deb 20 deb beramiz. Bizlarning ko'zimizga ko'rsanishi uchun va chatamiz. Elevation navbatda soya deb. Bu yerda 6 dp debdi, 10 dp berib ko'ramiz. Farqini bilishimiz uchun. Va endi margin bergan. Marginni keyin bersagan bo'ladi. Hozir bu yerda qiladi ishimiz. Kartviyuni yopib beradi. Hop. Domla, uzr Hey. da sizni bo'ldim. Mhm. Meni yo'qqa qo'ymay turing, men ish vaqtim boshlandidan kirolmayman. Maktabda ishlayman, dars o'tishim kerak. Chiqmay turibman, bir yo'qlamani olib bering narsa bo'ladimi? Bo'ladi, rasmga tushayotgan. Hı. Evet. Yoklama alamam deyəndə yana 22 deyəsə, уже 20 bu qaldı sana.
E, en bu koyunman. Lekin derste bolun yaxşımı? Nav yazıştık zaten. Ben Dünýeden arxitektura ýadyram. başa beripmen, eňme bilne. Ha, Hmm. resimge düşürüp sizge taşap, mega gupa taşap koysam bolarmy? Ne ona? Derste barlykymny. Hmm. Mhm. Ki işe bargam gitmeýän bolam ýoklamak bolşum gerek, telefon gerek bolapda. Hop, kardiyo koyduk. Kardiyomuz ýymyndaýyna jaýlaşkan. Hop, şöyle razmer bersem sizlere yaxşyrak düşünerlerak bolar. Süresiň ben gösterýär. Misal üçün 300 GP desem, pastindeki 400 GP desem 200 temiz. 200 GP. Hop. Da bizden yine kardiyomuz. Mana indi arka fonuna rengini ataşımız, background'unu azırça ya açıkrak edemiz. Açıkrak edelim. Hmm. Bize hazır bu saya görsenişi gerekten. Hop. Bize de karanlığa özü corner radius vermesek bize lazım margin beraberin. Margin 20 desem gibi. Karanlığa azamına umuman corner radius vermeyeyim koyman. Şu için uygularan içik bot durdu. Toğru törtburçak şeklinde bot durdu. Bize en esasiysi kardiyoda faydalanışımız ne için? Corner radiusunun mevcutluğu bu bizden UI'ımızın çıraylarak kılışı için ve elevation'ın mevcutluğu. Elevation sayar doğru mu? Hop, indi beri ne veremiz? Corner radius veremiz. Corner radiusuna 30 dp versek normal gerek boladı. Menimçe bilen de az gana bulsam. Hop, bedene Android layout mercinine 16 dp berip koydu. Android Studio'm sağ katıp işleyenlik hesabına mercinimiz işlemin durdu bize yine 30 dp berip koymam bulmasa. 50 dp berip görürken. Hop, mercin verdik. Elevation verdik. Padding berip görürken. 50 dp'de. Problemi göremiz. Hop, mercinimiz işlemin durdu. Bunu etip sürsek hatalık berip durdu. Sizlere işleydi. Az menen notebook'um katganı düşünün bot durdu. Asosiy kardiyo hakkında gepleştik hazır.
Hop, merchandise bedem. Dan bunun içine nav taşak koydu. Kartiyonun içine liner layout'ta image bilen text view taşak koydu. Bizler xuddi shu narsani az vaqtimiz ko'p ketmasligi uchun ishlatamiz. Hop, bizlardan ishlatishi kerak endi. Image bilan bu kartview misolida yozuv chiqishi kerak text view bilan, to'g'rimi? Bu yerda hozir image'imiz bizdan yo'q bo'lgani uchun shu o'zlarimizning drawable papkamizdagi bu image'lardan foydalanib ketamiz. Bu yerdan menimcha rasm yo'q o'xshaydi. Brauzerga o'tamiz. Hmm, вот. Desam kartinkasini o'tamizdan. Ko'pincha PNG format bo'lsin shu. Kapiraga tatib turib, drawable'ni üstüne ekib ishlatadik. Вставить etdik. Chiqdi bizada. Bera xuddi shu narsani yozamiz. Sabachka drawable'dagi image'ni qo'ysin sho'da. To'g'rimi? Hop, ina. Ko'rgan bo'lsangiz, image'ni qo'ydi. Endi bizada nav chiqishi kerak bu yerda. Text view'imizda text chiqishi kerak. Kardiyomizni razmerini sal kattaytiramiz. 400'imiz. Buni 200'imiz. Shundan chiqdi bizada yana bu kardiyo misolida chiqdi. Bizada elevation name'ında salgina soyadin chiziq bo'lib turibdi kardiyomizning chetida, ko'rib turibsizlar. Mana Avantamla görüntüdü. shu elevation hisoblanadi bizada. Endi marjinimiz chala ishlatib turibdi. Sizlarda ishlaydi. Sizlar bemalol ishlatsangizlar bo'ladi buni. Keyin asosiy kardiyodan foydalanishni o'rgandik. İçine rasm tashlasak, image'larni tashlasak polni bo'ladi ekan, to'g'rimi? Endi yana bir misol. Sizlar bilan shape'larni o'tishimiz kerak. O'tilmagan bunda shape'imiz. Shape'lardan biza qachon foydalanamiz? Shape'lardan biza drawable papkada edit text border.xml nomli fayl yaratib olamiz va quyidagi kodni yozamiz. Shape'lar bizga nima uchun kerak? Biza o'zlarimiz xohlagan shaklni internetdan topib bilmasligimiz mumkin, to'g'rimi? Bunday holatlarda bizani o'zlarimiz chizishimiz, agar biza realniy proyektda ishlatib turgan bo'lsak, o'zi dizayner chizib beradi u narsani. Lekin Android Studio'dan ishlatamiz, o'zlarimiz chizib olishimiz ham mumkin ekan. Xo'p, birinchi bo'lib hozir shape chizishni o'rganamiz. U uchun drawable papkada ishlatamiz. Shundan fayl yaratib olamiz ekan biza. Edit text border.xml deb qo'ydi. Biza ixtiyoriy nodir bir narsada shape.xml deb nomlasak ham bo'ladi buni. Keyin ishlatamiz. Bu tarafdan chaqirib ketsak ham bo'ladi. Xo'p. Shape.xml deb drawable papkada yaratamiz. Drawable'ni üstüne kelib o'ngni bosamiz. Yo'qotib turib fayl kerak bizga. Shape.xml. Hop. Endi uning ichine biza ish kodini tashlasak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam oddiy shape'ni o'zlarimiz shape deb turib ishlatamiz, yaratsak ham bo'ladi ekan.
Hop. Bizada nima bo'ldi? Shape yaratdik bir dana va bunga nishatdik. Resurs papkada deb joylashuvini ko'rsatdik. Solid Android Color degani shape'imizni navsi rangi shuning bo'lsin. Bu yana ichki fon rangini bizga anglatadi. Stroke Android Wiz degani buni ishlatadi. Ramka qalinligini bizga ko'rsatib beradi va corner radius berilgan bu yerda. Ya'ni burchaklarini ishatish uchun xuddi card view dinatib ishlatib chiqarish uchun kerak. Xo'p, bon tarafda faylimizga o'tadigan bo'lsak, misol uchun edit text elementini ushbu fonni qo'llash uchun ishlatilib ketilgan. Bu yerda edit textni ramkasi uchun ishlatilgan. Bu yerda shape usuli bilan misol uchun shuni qo'llaydigan bo'lsak, biz yana bir dona edit text yaratilgan, ichida chaqirib ketilgan. Xo'p, biza second activity'da ishlatib turdik. Beri edit text yaratildi. Bu yerda bir rasmni damin turibdi. Background'ni va Ctrl Z atamiz. Biz nima deb qo'yadik buni? Shape deb chaqirib qo'yadik, to'g'rimi? Shape. Beton ishlatildi. Bir dona edit text yaratildi, to'g'rimi? ID berildi edit textda, balandlik, kenglik berildi va ishlatildi, hint berildi. Ya'ni enter text degan bizada yozuv chiqsin va orqa fonini drawable papkadagi shape degan shaklni chaqir dedi, to'g'rimi? Xo'p. Bizada endi edit textimiz bor. Unda sal ko'rsammen turibdi. Enter text deganida endi bunga ishlatilgan shape chaqirilishi kerak edi. Chetini shape chaqirilib turibdi. Buni ko'rgan bo'lsangiz, prosta shape'imizni rangi sal qoraroq bo'lib turibdi. Agar biz hozir shape chaqirmasak nechik bo'lardi edit textda? Ish xatorini o'chirib ko'rsataman. Oddiy teyindan chiqib chiqadi aynan. Enter textda teyinda oddiy chiziq bo'lib chiqdi. Endi shape'ni chaqirsak nechik bo'ladi ekan bizada? Az qattiq qoldi yana. Endi biza shape'ni chaqirib ketsak, bizada bu pastki chiziq yo'qoladi, kurug'ini ishlatadi. Bu yerda enter textni chetini ramka bo'lib shape chaqirilib ketadi. Biza bu shape'ni xohlasak rangini o'zgartirishimiz mumkin, to'g'rimi? Shape.xml o'tamiz. Bu yerda endi qora bo'lib turibdi. Uglini narsa qalinligi qora bo'lib turibdi. Shape'ni orqa fonini oq rang berilgan. Uglini bir ko'zga tashlanadiroq bir boshqacharoq rang etsak. Misol uchun shuniyroq sariqroq bo'lsin. Shuning bo'lsin. Second activity'ga o'tamiz. Mana. Ko'rdingizmi? Enter textimizni endi ramkasi nechik bo'ldi? Sariqroq bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangizlar. Sizlar hozir shape chaqirishni o'rgandingizlar. Bu shape'ni xohlagancha chaqirishlaringiz mumkin. Bu ikki fayllarni tashlab beraman sizlarga. Nishatasida o'zlaringiz bir ya ikki dona shape yasaysizlar va amaliyot ishida shape va card